Nega endi aynan arab davlatlarida quyidagicha qizil yoki oq ro'mol, qora chambarak taqishadi? Hozir buni sababini batafsil aytib beraman. Mana bu kiyib olgan qizil ro'molim arab davlatlarida asosan shimah deyiladi. Yoki oq rangli gulli bo'lsa, bu g'utra. Boshimdagi qora chambarak bo'lsa, ammiy tilda aytganda igola deb ataladi. Ro'mol taqilishidan asosiy sabab arab davlatlari asosan cho'lli, qumli hududlar bo'lganligi uchun ro'molni boshlariga tashlab, yuzlarini yopib ishlatishar edi. Bu ularni qon zarralaridan, undan tashqari turli xil changlardan himoya qilardi. Ammo hozir bugunga kelib bu obro' va ularning milliy liboslariga aylandi. Boshlaridagi qora chambarak, ya'ni igolaning vazifasi bo'lsa, o'sha paytda asosan arablar chorvadorlik, ya'ni tuya chorvasi bilan shug'ullanishar edi. Tuyani sog'ishda, tuya qochib ketishi yoki sog'ish jarayoniga xalaqit berishi mumkin edi. Shunda boshlariga taqib olgan chambarakni shundoq ochib, tuyani bitta oyog'ini bog'lab qo'yishardi va natijada tuya qochib keta olmas edi. Bu milliy libosga aylangan asli igola, shimah, g'utra arablarning chorva va dehqonchilik, umuman odatiy hayoti uchun kerakli libos bo'lgan edi. Hozirgi kunga kelib bu urf-odat va milliy libosga aylandi. Bundan qiziqroq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, profilga obuna bo'lishni, like bosishni esdan chiqarmang.